Nurafshon shahar markaziy ko'chasida yoritilgan qismida o'zimizni xavfsizligimizni ta'minlagan holda tungi reydlar amalga oshirilmoqda. Asosiy e'tibor mast holdagi haydovchilar, haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmagan haydovchilar, qidiruvdagi transport vositalari bo'yicha reydlarni kuchaytirganmiz. Maqsadimiz har xil og'ir oqibatli yo'l transport hodisalarini oldini olishdan iborat. Haydovchilarimizdan yo'l harakati qoidalariga rioya qilishlarini so'rab qolamiz. yanvar kuni taxminan o'sha Ko'kbuzada Vasiyat Yursin 25 yil plus 40 bo'lgan transport vositasini to'xtatish maqsadida tekshirgan vaqtda haydovchini ushbu transportni boshqarish uchun ishonchnoma qog'ozi yo'qligi aniqlandi. Haydovchiga nisbatan ma'muriy kodeksining 5-moddasiga asosan ma'muriy bayonnoma rasmiy transport